Assalomu alaykum do'stlar. Do'stlar, hozir bir narsaniga tushunmay qoldim YouTube'ga. Shu YouTube'da mana shu 4-5 yildan beri yurgan bo'lsam ham, hozir hozir bu kanalda mana ko'rib turibsizlar, 1 milliarddan ko'proq prosmotr bo'lgan bitta videosida. Lekin video 9 yil oldin yuklangan. Xo'p, nimasi buni tushunasizlar? Hozir mana kiramiz ishga. Kanalda ochilganiga lekin hali 4 yil bo'ldi. Bu qanaqasiga bunday bo'ldi tushunmay qoldim. Kanal ochilganiga 4 yil bo'ldi, lekin video qo'yilganiga 9 yil bo'lgan. Agar shuni kimdir tushunsa yoki nima qilsa kommentariyada yozib yotsin. To'g'risi men umuman tushunmadim. Balki bu biron bir xato bo'lgandir. Yoki umuman tushunmayapman nima bo'lganiga. Chunki video ochilgan kun 25-iyun 2021-yil bo'lsa, video qo'yilganiga bo'lsa 9 yildan o'tdi, ya'ni 2000 hozir ko'ramiz. O'sha video 2-noyabr 2015-yil qo'yilgan ekan. O'sha hamma biladigan ale 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 degan qo'shiq.